Aka necha pul deyapsiz buni? Bu 34 deyapman. 34 million bola xonojina. Ikkinchimi, uchinchi bolami? Ikkinchi bola. To'rkurak nechta sutga beryapsiz? 10 ta kami bor ha? Bo'ldi. Yangi Qo'rg'onchorov bozoridamiz. Qancha qildi bozor? 32 million so'm savdo qilishibdi. Ha, Inas bo'g'ozmi? Necha oylik? 3 oylik bo'g'oz ekan. Ishqibozlarga nomer ayting. 94lik 94lik 202 0092. aloqaga chiqarasizlar. Batafsil ma'lumot egalaridan olasizlar. Barchalarga rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, navbatdagi sigirimiz birinchi bola xonojin ekan. O'zdan ko'rib baho berasizlar. Bo'ylari 1.30 atrofida. Sifatlisidan. Aka nech pul deyapsiz buni? 45 million so'm kami bor. Bozor qancha qildi? Suti nechta aka buni? Nechta sutga berasiz? Bir mahal so'yapti aka 9 ta. Aka nech pul bu? 45 million so'm kami bor. Birinchi bolami, ikkinchimi? Ikkinchi bolaga bolaxonajimi, o'vasmi? Bolasini o'vascha. Qancha qildi bozor? 39 million so'm savdo qilishdi. Nechta sutga berasiz aka buni? 15 ta suti bor ekan. 15 ta suti bor ha? 13 ta yoqib ko'radi. Harqatdagi ular. Bo'ldi, gap yo'q. Bunisi qanaqa aka? 50 million. Savdosi 41 million. Bola o'vasa? O'zi ham xonajin ekan, birinchi tug'ish, lekin o'ta gigant variantdan sifatlisida 50 million baho aytyapti. O'zdan ko'rib baho berasizlar. Mashalloh. Buni sut qanaqa aka buni? 25 ta suti bor ekan. 25 taga javob beraverasiz, ha? Ishqibozlar nomer qoldirak. 91lik 91lik 328 328 necha? 9078 aloqaga chiqaverasizlar. Mana bolasi. Bunisi xonajin, bunisi novas. Barakasini bersin, aloqaga chiqaverasizlar. Bo'g'oz bu aka? Necha oylik? 7 oyda to'ldirib 7 oyga to'lib 8-oyga o'tdi deyapti. Birinchi qoringa bo'g'oz xonajimiz. Bo'ylari 120 atrofida. Narxi necha pul aka? Buni 27 kami bor. 27 million so'm kami bor. Qancha qildi? 2,5 million qilyapti, 2,5 million. Qo'shganga ketaveradi, ha? Taglari ham oq yelin, o'ta go'zalidan. O'ta yuvosh. Narigisi aka, qo'lingizdagi. 4 oyda o'tdi. 4 oyda o'tgan bo'g'oz. Bo'ylari 125 atrofida. 5 oylikka o'tib qoldi deyapti. Tagi qora ekan buni. Narxi necha pul aka? 37 million, 32 million so'm baho aytishyapti. 27 million so'm savdo qilishibdi. Aka, ishqibozlarga nomer aytib ketak. 99lik 628 78 10. Aloqaga chiqaverasizlar. To'liq ma'lumot egalaridan olasizlar. Aka, bu bolasini o'vasmi, xonajinmi? Bola xonajin, ikkinchi bolami? Ikkinchi bola. Nechta sutga beryapsiz? 16 ta sutga. Narx qancha? 45 million kami bor. Yangi Qo'rg'on Chorva bozoridamiz. Bola xonajin. Qancha qildi bozor? Nomer aytib ketak. Nomeringizni aytib o'ring. Muratilla aka, nomeringizni aytib 93lik 690 89 93 nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Batafsil ma'lumot egalaridan olasizlar. Mana bolasi. O'ta sifatlisidan. Bo'ylari 1.30 atrofida, 1.30 plus. Aka, yosh qanaqa buni? Yoshi endi ikkinchi kurak chiqaryapti aka. Ikkinchi kurakda endi chiqaryapti ekan. Birinchi qoringa bo'g'oz, ha? Necha oylik? Yana 15 yil bor. 15-20 kun atrofida baholasa tug'adi deyishyapti. Orqadan ko'rinishlari. Narxi necha pul aka buni? Narxi 1 million
Bozor 35 million so'rashdi. 40 million baho aytishyapti, 35 million so'm savdo bo'libdi. Barakasini bersin. Ishqibozlarga nomer aytib ketak. 99lik 99lik 008 aytavering. 0091. 0091. Ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar.